2 xonali Novostroykadan uy qidirayotganlarga zo'r variantimiz chiqqan. Yunusobod 9-kvartaldan Novostroyka Comfort House'dan 2 xona ikkita qidirayotganlarga 4-etajda ham bor, 5-etaj. Bu 5-etajdagi uyimiz. Xo'p. Bu yog'imizdan boshlaymiz. Podyezddan kirishimiz bo'ladi. O'zining stroyli mebellarni ham qo'yib ketishgan bu yoqqa. Xo'p, bu yog'imizni sразу sanuzel, совмещенный mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu yog'ini oynalarni ham qo'yib ketishgan mana. O'ng qo'limizda birinchi xonamizda bo'ladi. Remontlarni ham o'zingiz ko'rib baho beraverasizlar mana. Chiroyli qilib bitkazib qo'ygan uyimizni. Uyimizdan umuman 56 kvadrat. Ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yog'imizda как бы studiyni qo'yilgan. TV zona qilib mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Hamma kerakli narsani qo'yib ketishgan. Bu yog'imizda oshxona qismimizda bo'ladi. Oshxonani ham ko'rsangiz bo'ladi. Hamma kerakli jihozlarni qo'yib ketishgan. Uyimizda hali hech kim yashamagan. Xo'p, bu uyimizdan narxini 85.500 so'rashyapti. Yana ozgina kelishtirib beradigan joyi bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'yishga ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsangiz bo'ladi. Ssilka profilimizda bor.